Endi elektr energiya tizimida ham treyderlar bo'ladi. Energiyani onlayn platformadan sotib olamizmi? Elektr energiya narxlari nega qimmatlayapti va nega yangi bozor tizimiga o'tishimiz kerak? Bunda qanday farqlar bo'ladi? Oddiy iste'molchi, tadbirkorlar va quyosh paneli o'rnatganlar uchun nimalar o'zgaradi? Men Zoir Kenjayev. Bugun O'zbekistonda elektr energetikasi bo'yicha yangi bozor davriga o'tilmoqda. Ya'ni ma'muriy tizimdan raqobatga asoslangan bozorga o'tyapmiz. Kim ishlab chiqarsa, shartnomaga ko'ra sotadi. Kim sotib olmoqchi bo'lsa, o'ziga qulay yo'l bilan sotib olishi mumkin. Bu jarayon bosqichma-bosqich onlayn savdo platformalari orqali amalga oshadi. Keling, bir chekkadan tushunishga harakat qilamiz. Siz esa like bosing, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Nega o'zgartirish kerak? Talab tez o'smoqda. Tarmoqlarni yangilashga katta sarmoya zarur. Narx shakllanishida shaffof bozor signallari yetishmayapti. Maqsad raqobat, samaradorlik, shaffof narx, barqaror ta'minot. Shuning uchun savdo bosqichma-bosqich bozorga chiqariladi. Rollar ajratiladi. Onlayn savdo platformasi joriy etiladi. Hozirgi amaldagi tizim haqida qisqacha. Pastdan yuqoriga oqim. Generatorlar, markaziy xaridchilar, taqsimlovchi va iste'molchilar. Markaziy xaridga tayanish, ya'ni ulgurji savdo mexanizmlari cheklangan. Ko'pincha ta'minot va tarmoq funksiyalari bir tizimda. Tariflar qattiq regulyatsiyada ushlanadi. Narx asosan ma'muriy, trading va to'g'ridan-to'g'ri oldi-sot kam bo'ladi. Barqarorlik davlat kafolatiga suyanadi, lekin investitsiya va samaradorlik uchun raqobat mexanizmi yetishmaydi. Shuning uchun 2025-yil 29-avgust sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 152-sonli farmoni qabul qilindi. Unga asosan biz yangi bozor mexanizmlarini shakllantiryapmiz. Yangi tizim bozor arxitekturasi qanday ishlaydi? Nimalar o'zgaradi? Birinchidan, tarmoq xizmatlari uzatish va taqsimlash alohida ta'riflangan xizmat asosida yo'lga qo'yiladi. Ya'ni bunga alohida haq olinadi. Ular tarmoqlarni boshqaradi, modernizatsiya qiladi, barcha ishtirokchilar uchun teng ulanish sharoitini ta'minlaydi. Texnologik yo'qotishlar esa ulgurji bozordan xarid yo'li bilan qoplanadi. Ikkinchidan, avval energiya savdo deb yuritiladigan markaziy xaridor funksiyasi endi tayinlangan ta'minotchi atamasi bilan ishlaydi. Aholiga va keng iste'molchi guruhlarga regulyator belgilangan tarifda elektr yetkazib beradi. Zarurat tug'ilganda oxirgi kafolatli ta'minotchi rolini bajaradi. Uchinchidan, bozor operatori alohida bo'ladi. Ya'ni shartnomalarni ro'yxatga olish, clearing va hisob-kitob, onlayn savdolarni yuritish vazifalari markaziy xaridchilardan ajratiladi. Savdolar maxsus onlayn platforma orqali yuritiladi. Savdo bosqichlari bu yerda 3 ta bosqich ketma-ketligini aytib o'tishimiz mumkin. Birinchi bosqich ikki tomonlama shartnomalar. Generator bilan iste'molchi bevosita kelishadi. Shartnomalar ro'yxatdan o'tkazilib, hisob-kitoblar bozor operatori orqali yuritiladi. Ikkinchi bosqich keyingi kun uchun savdo. Ertangi kun uchun talab, taklif kesishmasida narxlar shakllanadi, qoidalar regulyator tomonidan ishlab chiqilib tasdiqlanadi. Uchinchi bosqich kun ichi, ya'ni soatbay savdolar. Real vaqtga yaqin balanslash, soatbay narxlash va moslashuv. Bu bosqich ham tasdiqlangan qoidalar asosida ishlaydi. Bu jarayonda kimlar qatnasha oladi yoki qatnashadi? Albatta, litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxslar, ishlab chiqaruvchilar, gidroelektrostansiyalar, shamol va fotoelektrik stansiya ishlab chiqaruvchilari, davlat ulushi 50% dan yuqori bo'lgan korxonalar energiyani tayinlangan va ta'minotchiga belgilangan tartibda sotadi. Uzoq muddatli kelishuvli shartnomalarga asoslangan xususiy sotuvchilar ham aynan shartnoma narxida sotadi. Mustaqil generatorlar yirik iste'molchiga to'g'ridan-to'g'ri tayinlangan ta'minotchiga yoki platformada sotishi mumkin. Keyingisi mikro va kichik stansiyalar, jumladan tomga o'rnatilgan yoki biz o'zimiz o'rnatgan fotoelektrik stansiyalar tayinlangan ta'minotchiga tarifda sotadi yoki maishiy bo'lmagan iste'molchilarga kelishilgan narxda sotishi mumkin. Treyderlar ishlab chiqarilgan elektr energiyasini ulgurji bozorda xarid qiluvchi xususiy korxona. Ular ulgurji bozorda xarid, sotuv, balanslash va import-eksport operatsiyalarini
amalga oshiradi. Energiya saqlash tizimlari operatorlari BESS saqlash, pikni tekislash va balanslash xizmatlarini ko'rsatadi. Vakolatli yuridik iste'molchilar ta'minotchini erkin tanlaydi, generator va treyderlar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzadi. Yangi iste'molchilarning barchasi albatta regulyator litsenziyasiga ega bo'lishi shart. Narxlar qachon va nega o'zgaradi? Qisqa javob: bosqichlar qoidalari regulyator tomonidan ishlab chiqilib, tasdiqlangan sari ishga tushib boraveradi. Avval ikki tomonlama shartnomalar, keyingi kun uchun savdo, so'ng soatbay savdolar. Onlayn platforma bosqichma-bosqich ishga kiritiladi. Oddiy iste'molchilar, tadbirkorlar va fotoelektrik stansiya egalari uchun nimalar o'zgarishi mumkin? Birinchidan, oddiy iste'molchi uchun barqaror ta'minot, hisob-kitoblar va jarayonlar yanada aniqlashadi, shaffoflashadi. Kichik biznes uchun energiya tejash plus kelajakda ta'minotchini tanlash erkinligidan foydalanishi mumkin. FES egasi ortiqcha elektrni tayinlangan ta'minotchiga sotish, yirik maishiy bo'lmagan mijozga kelishilgan narxda berishi mumkin. Ma'lum kanallar orqali. Hammasi onlayn platforma va bozor operatori orqali bo'ladi. Biz kech qolmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Uy egasi yoki FES egasi tayinlangan ta'minotchiga sotish shartlari va tarif mexanizmini kuzatib borish kerak. Kichik biznes egasi energiya tejamkorligi plus quyosh panelidan foydalanish, kelajakda yirik iste'molchi bo'lsangiz albatta ta'minotchilarni erkin tanlashni rejalashtiring. Hozir siz qaysi panel yaxshi deb savol berib yurgan bo'lsangiz, ertaga qaysi ta'minotchi yoki qaysi yetkazib beruvchi yaxshi degan savolni o'rtaga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yoki o'zingiz treyder bo'lasiz. Keyingi investor sifatida uzoq muddatli, ishonchli shartnoma shablonlari, prognozlash, balanslash strategiyasi va litsenziyalash talablarini tayyorlab qo'yganingiz ma'qul. Umumlashtirib aytganda, davlat xaridoriga tayanadigan ma'muriy modeldan asta-sekin raqobatga asoslangan bozor modeliga o'tishni ko'zlanmoqda. Rollar aniq ajratilgan. Tarmoq xizmati va savdo. Onlayn savdo platformalari bosqichma-bosqich ishga tushadi. Yangi ishtirokchilar litsenziyalanadi, tarmoqlarga erkin va teng ulanish tamoyili mustahkamlanadi. Xulosa o'rnida, tarmoq xizmat, ta'minot raqobat, savdo onlayn va ochiq. Bu model iste'molchi uchun tanlov va barqarorlik, ishlab chiqaruvchi FES uchun ko'p yo'lli sotuv hamda treyderlar orqali balanslash imkonini yaratadi. Yoki aksincha bo'lishi mumkinmi? Bilmadim. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Savollaringiz bo'lsa izohlarda yozing, javob berishga harakat qilaman. Vaqt bebaho. Vaqtingizni foydali ishlarga sarflang. Sog', salomat bo'ling. Bir nima tushundingizmi? Odamlar tushunadimi ekan?